Assalomu alaykum hurmatli skuter obunachilari va elektr skuterga qiziqadigan akalarimiz, o'rtoqlarimiz. Sizlarga bugun Xudo xolasa 22-iyun skuterlarimizni va velosipedlarimizni qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, birinchi motorolimizga keladigan bo'lsak, ushbu motorolimiz yangi keldi. 1 tonnali motorolimiz 72 volt, 72 amperli akkumulyatordan jihozlangan. Mikrofonlari bor, pultlari qo'shilgan, telefon postavkalar zaryad qiladigan. Hop, botlari 1.80 ga 1.20 qilib ishlangan. Tayda resollari 2 tali qilib ishlangan. Ochib ko'rsatib qo'yaylik-da. Ko'pchilik resollariga qiziqyapti, akkumulyatoriga qiziqyapti, ko'rolmayapti. Biz ochib, o'zini ko'rsataveramiz. Akkumulyatorlarini yillari yangi bo'ladi. 2025 1 2 4 6 ta joylashgan. 1800 li miya, 1800 li akkumulyator hamda zapaska balon bilan jihozlangan. 4 ta prujinka, 2 ta resor, 2 ta nasos bilan jihozlangan. Balonlar ham o'ta ham baquvvat, adilli joylarga, dalalarga mingani rasam zo'r narsa. 1 tonna yuk oladi. Ushbu motorolimizni narxi $1200 dan qilib beramiz hozirgi kunda. Plus bonusga kaskasi, jilet qo'shib beriladi. Undan keyin o'rtoqlarimizga, o'g'illarga, akalarimizga, yengil bozorchi akalarimizga ham shunaqangi ixcham bo'lgan 300 kilogramli ham motorol, ham odam tashiydigan skuterimiz kelgan. Xo'p, bunda siz bemalol ikkisini olib orqasiga joylab ketishingiz mumkin. O'tirib olasiz, ketaverasiz. Eshigini yopib qo'ysiz, nevaralar o'tkazgani ham rosa zo'r. Bolachalar tushib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi, orqaga xarajat sug'urasiz, ketaverasiz. Xo'p, bu skuterimizda 6 ta 32 li akkumulyatordan joylashgan. Xo'p, bitta zaryadi bilan 60 km, 70 km masofani bosib o'tiradi. Balonlari ham kattasidan inekin balonlari ham, qanotlari bor, 4 ta farali mikrofoni bor. Lekin mana bunday qilasizda, olib keling-da yana. Uni bunday qilsangiz mana. Bunday qilsangiz motor holatda bo'ladi, bemalol ichiga siqqancha yuk olib ketaverasiz. 300 kilo ko'taradi bu. Hop, bunisi $860 dan, 5 ta akkumulyatorligi $830 dan qilib beramiz. Qaysi biri kerak bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bizning manzilimizni aytib o'tmabmiz. Quvani sentridan Tomozor tomonga qarab yurganda Abu Hanifa jome masjid yetmasdan chap qo'lda joylashgan. 20 km joyga iloji boricha dastavkamiz bepul. Skuter bo'ladi, velosiped bo'ladi, shunaqa. Qolgan yerlarga kelishiladi. Hop, undan keyin kapali skuterimiz bor. 5 ta akkumulyatorli, maksimal tezlik 45-50 ga chiqadigan. 32 li akkumulyatordan joylashgan bunda ham. Shu skuterimizning narxi $730 dan qilib beryapmiz. Skidkada bitta qoldi. Telefon qilsanglar yana kelishiladigan joyi bor ozgina. Keyin dugali skuterimiz kelgan yangi modeli $550 dan 6 ta akkumulyatorli, maksimal tezligi 65-70 tezlikda harakatlanadi. Bitta zaryad bilan 70 km gacha masofani bosib o'taverasiz bunda. Orqa oyoq qo'ydorlari bor, dugalari bor, kaska jilitlar qo'shib beriladi. Bakovayni pultlari zatniga yuradi. Xo'p, undan keyingisi 5 millionlik skuterimiz, 6 ta akkumulyatorli, oldi-orqa tormozlari, dizaynlar o'ta ham chiroyli qilib ishlangan. Oyoq qo'ydorlari bor, orqa boklari bor. Bu yerda ham bemalol agar jussasi kichkinaroq bo'lsa, bundaqa odamdan 2 kishi bemalol ketaveradi bunda ham. Yuk ko'tarishi 150 kilogacha ko'taraveradi. Tezligi 60 ga chiqadi. 6 ta 20 tali akkumulyatordan joylashgan. Narxi 5 million so'm. Razmeri 16 ga 300 li bilan 8 diskali. Undan keyingilar redline balonlarimiz kelgan. Razmeri 16 ga 300 li, 7 tormozli qilib ishlangan. Dizaynlar o'ta ham chiroyli. Endi oldi oynalar qo'shilgan oldingilarga nisbatan hamki boklari bor. Boklarida bonuslari, kaskasi, jileti hamda kitobchalari, pedali, dom postavkalari qo'shib beriladi. Bishilkalarigacha bor, NC kartalar qo'shilgan, buzilgan joylarni ko'rsatib turadi tablosida. Xo'p, oyoq qo'yadigan patnoshkalari ham bor. Ushbu skuterimizning narxi 5 million 300 ming so'm. 3 xil funksiyada harakatlanadi: kalitda, pultda, kartada. Undan keyingisi dugali skuterimiz, HKD dugali yangilangan versiyasi. 5 ta akkumulyatorli bu ham. Hop, bu skuterimiz 40-60 km tezlikda harakatlanadi. Oldilari rasam chiroyli qilib ishlangan buni ham. Demash brendiga tegishli, razmerlari 16 ga 300 li bo'ladi. Maksimal tezligi 60 ga chiqadi. Yuk ko'tarishi 150 kilogacha ko'tariladi. Bu ham 3 xil funksiyada ishlaydi: kalitda, NC kartada, pultda. Yangilangan versiyasi. Orqa tormozlari jikkisli qilib ishlangan. Oldingilar kalotkali bo'lar edi, jikkisli. Orqa pavorotnilar bilan jihozlangan. Qanotlari ham katta, loy sachratmaydigan, prujinkalari bor, boshqalari bor.
Ushbu skuterimiz narxi 4.800.000 so'mdan. 4.800.000 so'mdan, 4.800.000 so'mdan tanlab olasizlar. Sonlari chegaralanmagan holda bor. Keyin achki modellarimizni robotliklari kelgan transformer degani ushbu skuterlarimiz 4.700.000 so'mdan tushib 4.600.000 so'mdan qilib qo'ydik. Hop, 5 ta akkumulyatorli bular ham, razmerlari 16 ga 300. Keyin eng zo'ri men qiziqqan joyim qipcham ham ikkala tomoni ham jitkisli tormozi. Katta skuter bilan birga bir qilib ishlangan. Tablolar buzilgan joyini ko'rsatadi. Razmeri 16 ga 300 aytganimdek, buni ham boklari bor. Bunda harakatlanasiz. Keyin telefoningizni solib qo'yib bu yerga zaryad qilib ketishingiz ham mumkin bemalol. Pultdan ham yurgizsangiz bo'laveradi. Ushbu skuterimizni ham 40 kilometrdan 60 kilometrgacha harakatlanadi. Tezligi 60 ga chiqadi. Qanotlari ham elastik qilib ishlangan, ancha-munchaga sinmaydigan qanot. Xo'p, achki modellarimiz yangilangan versiyasi NC kartali, orqa tormozi jitkisli, 5 ta akkumulyatorli 20 talik. Hop, undan keyin orqa oyoq qo'ydiganlar bor, katta qanotlari, kaskasi jilet qo'shib beradi. Ushbu skuterlarimiz 4.600.000 so'mdan. Oldin olib qo'ying. 4.600.000 so'mdan. Bularni 4.300.000 so'mdan 5 ta akkumulyatorli. Mana ularni yo'ni 4.300.000 so'mdan jitkis tormozga qilib ishlangan pultlari bor. Kaska jilet qo'shib beriladi. Abzinatirning bu bitta farali, razmerlari bir xil qilib ishlangan buni. 4.300.000 so'mdan. Hop, 16 li cho'ntak razmerda skuterlarimiz bor. Ranglari 2 xil, 3 xil, bu ham 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Oyoq qo'ydiganlari ham bor lekin keling. Olib keling-da. Hop, buni ko'pchilik adashtirib oryapti-da, kichkinasi bilan. Bu 4.300.000 so'mdan qilib beryapganimiz bizdagisi katta razmerda. G'ildiragi ham katta, keyin tormozi ham jitkisli, keyin vilkalari ham e'tibor beramiz, vilkalari ham ancha baquvvat. Yosh tog'alarimizga, yosh katta odamlarga rasan ham qulay va ixcham bo'lgan skuter. Bu ham 3 xil variantda harakatlanadi. NC kartada, pultda, keyin kalitda. Zaryad bilan 40-60 km masofani bosib o'taveradi. Orqasiga bemalol bir kishini mindirib ketaverasiz. Tezligi 55 ga chiqadi. Orqasiga xarajat protsess qo'ygan boki, oldida setkachasi, plus cho'ntakchasi bor. 4.300.000 so'mdan. Cho'ntak modellarimiz keladi, oz qoldi, xudo xolasa, bundan ham ertaga yana yangilar chiqadi. Bular 4 ta akkumulyatorli, zaryad bilan 40-60 km ga chiqadi, tezligi 45 tezlikda harakatlana oladi. Tabloda 55 ko'rsatadi. Hop, shu skuterlarimiz narxi 3 million so'mdan qilib beramiz. Kaskasi, jileti, hop, zaryadchigi, pultlari, bakomaynerlar bonuslarga qilib beriladi. Ushbu skuterning ma'nosi bor lekin. Ma'nosini oling-da. Ma'nosi 4.600.000 so'mdan 5 ta akkumulyatorli, rasan ixcham bo'lgan, yumshoq bo'lgan skuter. Ko'rinishlari ham vobshe noodatiy qilib ishlangan, oyoq qo'ydiganlar va balonlari 300 ga 10 bo'ladi. 4.600.000 so'mdan, mana 4.300.000 so'mdan qilib beramiz buni. Bundan tashqari bizga bolachalarga, katta yoshdagi akalarimizga, yosh tog'alarimizga har xil turdagi velosipedchalarimiz bor. Kelingda narxlarni bitta-bitta olib o'tamiz. Hop, 12 li velosipedchalarimiz 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolachalarga tushadigan velosipedchalarimiz 450.000 so'mdan. 16 razmerda velosipedchalarimiz 5 yoshdan 6 yosh, 7 yoshgacha tushadigan 16 razmerda velosipedchalarimiz hammasi 500.000 so'mdan. Har xili bor, bir-biridan chiroyli bo'lgan. Bundan tashqari 20 razmerda velosipedchalarimiz bor. Bu 5 yoshdan 7 yoshgacha tushadi. Shu velosipedchalarimiz narxi 570.000 so'mdan. Go'rni velosipedchalarimiz bor. 7 yoshdan 8 yosh, 9 yosh, 10 yoshgacha bo'lgan bolachalarga bashi tushadi. 10 ta skori bor, orqasida 7 ta, oldida 3 ta qilib ishlangan. Bundan tashqari fanari, sumkachasi, stoplari, qulupi, nasosigacha qilib beriladi. Amazatillari ham bor lekin 1 million so'mdan. Cho'ldirli velosipedchalarimiz 900.000 so'mdan, 12 liklari 700.000 so'm, 700.000 so'm, bunisi 780.000 so'm, 650.000 so'mdan. Lekin yosh tog'alarimizga, opoqalarimizga bunaqangi ixcham bo'lgan elektroskuterlarimiz ham kelgan. Hop, elektroskuterimiz narxi $550 dan qilib beramiz hozirgi kunda. Buni zo'r tomoni chiqqani rosa ham qulay bo'ladi. O'tirib olgan joydan har qanaqa joyga kirib ketsa bo'ladi. Qo'lda ham, oyoqda ham tormozi bor, pоворотниklari. Hop, detskiy sidinalari ham ochilib yopiladigan. Keyin mana uni ne qilib turib,
bag'da ham o'tirib ketsa bo'laveradi. Shunday qilib turib, orqa machasi ham orqa manzarani ko'rib, tomosha qilib ketsangiz bo'laveradi. Kamarlari bor, xavfsizlik nima qilgani. Hop, bunday qilib, bunday qilsangiz yukxona ham bo'ladi, bemalol orqasiga xarajatingizni yuklab ketsangiz bo'ladi. Shu skuterimiz 200 kilogacha ko'taradi, maksimal narxi $550 dan. Yana bittasi bor, lekin rasan xursand bo'lgan ruchnoy tormozi, maktab pullari bor. Arabachalik qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bunday qilib turib, mana buni ham o'tirib ketib, orqasida yana bir kishi ketsa bo'laveradi. Keng qilib ishlangan. Hop, bunimizning narxi $510 dan qilib beramiz. Bundan tashqari katta velosipedlarimiz bor, katta yoshli odamlarga 1,2 million so'mdan boshlanadi. Germanskilarimiz 8 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha bor. Keyin bizda ko'pchilik to'kli velosiped so'rayapti, hali shaharliklarga boshqa ishga borib kelgani, uzoqroq joyga masofani bosib o'tgani, to'kli velosipedlarimiz ham kelgan mana. Bitta ko'ringlar mana. O'zi yoniq ekan hali. Maksimal tezlik 45 ga chiqadi, tormozlari ham sanchiydi. Keyin buni zo'r tomoni, hali o'zi 20-25 km tezlikda harakatlanadi-da. Keyin tugab qo'ygan joyiga minib ketsangiz bo'laveradi. Bag'da hozir 9 ta skori bor. O'zimizning velosipedlardan ancha yengil yuradi, uni minganlar bilan. Tepganda ham gaz qo'shib beradi o'zi. Minsangiz ham o'ta yengil hali. Baloni katta bo'lsa og'irga o'xshab ko'rinadi, lekin ko'zga ustiga chiqib qolganingizdan keyin bunaqa velosiped minmaganman deb borasiz. $280 dan. Hop, bunisi bor, ixchamrog'i, egalari katta qilib ishlangani. Hop, bu ham to'kli qilib ishlangan. Nexsiz yuradi bu ham. Nexsiz yuradi. Buni plus 3 tadan 21 ta skori bor. Orqada 7 ta, 3 ta ishlashi bilan 21 ta bo'ladi. Buni qarang. Nexsiz o'zi ketaveradi. Pedalni tepmayapman mana. O'zi harakatlanaveradi bemalol. Yengil. Keyin o'zini minsangiz ham mana shu yengil narsada uchadi o'zi ham mana. Ketdi. O'zi ham ancha yengil qilib ishlangan. Mana mazza narsa. Men o'ylashim bo'yicha shuncha skuterdan yaxshi. Nolasi. Keyin o'zi ham yengil. Adamlardan ko'tarib olib ketish kerak bo'lsa ham rosa qulay va ixchamda. Egarni ham o'zi egar kichkina edi buni, sifatingda egarni olib tashlab turib kattaroq egar qo'yib qo'ydik. Lekin akkumulyatorni ham kichkinaroq, akkumulyatorni ham kattaroqdan qo'yib qo'ydik. 35-40 km yuryapti hozirgi kunda. Ushbu skuterimizning narxi $260 dan. Bu ham tepkiga harakatlanadi, ham gazga harakatlanadi. Sakatkaligi ham bor, lekin olibdi akalarimizga deydi. $240 dan. Bu ham xuddi shunaqa. O'zini minsangiz ham bo'laveradi, to'kli qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bu ham to'kda yuradi. Mana qarang. Ko'rdingizmi? To'kda yuradi. Sekinroq yuradi. Vali bolalarimga velosiped olib bersammikin, skuter olib bersammikin deydi. Skuterdan qo'rqib turgan bo'lsangiz, mashina olib bersangiz bo'laveradi bemalol. Buni minish rosa ham oson va qulay. Shunaqa. Nolasa sizlarga eng yaxshisini faqat biz beramiz. Eng yaxshisini faqat bizdan olasiz. Biz profilimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib ketish esinglardan chiqmasin. Podpiska bo'lib ketinglar.